Akalar, sizlar da o'ylagan holda buni bu yoqqa YouTube'da emas kanalimda o'yinlar o'ynashdan tashqari ora-orada Unity'da kichik darslar bilan o'yin yaratishni ham o'rgatib borishni niyat qildim. Mana bizda ham hozir juda ko'pchiliklar menga yozasizlar, o'yin o'rganishni xohlaydiganlar ko'p, o'yin yaratishni o'rganishni xohlaydiganlar. Instagramda ham juda ko'plar yozasizlar, kommentlar, direct xullas. Lekin o'zbek tilidagi sifatli o'zimizni jaydari zo'r qilib tushuntirilgan darslik umuman yo'q. O'zi aslida o'zbek tilidagi darslik yo'q desam ham bo'laveradi, chunki men ko'rmaganman. Men faqat ingliz tilidagi videolarni ko'rib o'rganganman o'zim. Endi buni bu yog'i o'zbek tilida chiroyli mana darsliklar bo'ladi. Eng qizig'i mutlaqo tekin. Juda ko'pingizlarda sharoitingizda ham bilaman, sizlarda ham holatda yo'q qimmat kurslar sotib olishga. Shuning uchun sizlarda o'ylagan holda O'zbekistonimizda ham game dev rivojlanishi uchun mutlaqo tekinga darsliklar tayyorlab borishni niyat qildim. Sizlar qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lib, o'rganmoqchi bo'lgan yaqiningizlarga tarqatib tursanglar, shu qo'llab-quvvatlash yetadi. Mana birinchisida hozir mana Unity bilan tanishib olamiz. Unity'da mana har qanaqa sahna ochgan paytingizda xuddi shu holatda bo'ladi. Mana bo'sh. Endi chap tarafda mana hierarchy deyiladi. O'zimiz tilda sodda qilib ayta oladigan bo'lsak, hierarchy o'qilishi bo'yicha ayta olamiz. Bu yerda sahnamizda bo'ladigan har qanday obyektlar bo'ladi. Mana misol uchun boshida main kamera, directional light, global volume. Bular mana sahnada har doim standart bo'ladigan narsalar. Kamera bu o'z nomi bilan kamera, bu yorug'lik, bu bo'ladigan bo'lsa post processing degan narsa, ya'ni osmonga javob berishinglar mumkin. Orada bloom degan yaltiroq narsalarni boshqarishinglar mumkin. Bularga keyinroq to'xtalamiz. Endi o'ng tarafda mana inspector degan menyu bor. Inspector menyusida har bir sahnada tanlangan obyekt yoki sahnada bo'lsin yoki assets, xullas qayerda bo'lishidan qat'iy nazar tanlagan bo'lsanglar, shunga kerakli bo'lgan xususiyatlar va boshqaruvlarni ochib beradigan menyu. Misol uchun mana global volume ni bosdik. Tepada mana global volume nomi, taglari, layerlari, transformi, undan tashqari mana yana boshqa xususiyatlari bemalol boshqarib ishlatishimiz mumkin. Misol uchun mana main kameraga o'tsanglar, bunda boshqacha. Hammasida o'ziga yarasha. Light ga o'tsanglar yana boshqacha. Mana yorug'lik temperaturasini boshqarish mumkin. Hozir bilinmaydi. Chunki sahnada birorta bir obyekt yo'q hozir. Endi pastki tarafimiz bo'lsa asset bo'limi. Bu asset bo'limida o'yinga kerakli bo'lgan hamma narsa turadi. Animatsiya, ovoz, qandaydir video cutscenelar, undan tashqari biz yozadigan skriptlar, barchasi shu yerda turadi. Ya'ni yaratiladigan obyektlar, misol uchun aytaylik, skript yaratdik deylik. Skript avval assets bo'limida yaratiladi, shu joyda turadi. Keyin sahnadagi obyektga ulanadi va u ishlaydi. Bu assets bizni xuddiki omborimizdek gap. Omborda narsalar saqlaymiz, ishlatish kerak bo'lganda tashqariga olib chiqamiz. Undan tashqari bu yerga tashqaridan drag drop, ya'ni sudrab olib kelib tashlash orqali FBX modellar, animatsiyalar, turli xil tovushlarni ham olib kirishinglar mumkin bu yerga. Eng muhimi, boshidan aytib o'tib ketadigan narsam, tartibga juda qattiq e'tibor berish kerak. Chunki men o'zim ham boshimdan o'tgan qilichingizni yaratish jarayonida men ham shashilib papka yaratib ketaverganman. Misol uchun final 2 oddiy bling devorgan papkalar ham ochib ketaverganman. Nima bo'lsa ichiga tashab, umuman qaramaganman. Lekin tobora sahnada narsalar ko'paygan sari qiynashni boshlagan. Shuning uchun boshi bilan tartib bilan bo'ladigan bo'lsa, keyin qiynalmaysizlar. Misol uchun bu yerda papkalar yaratishimiz mumkin xohlagancha. Mana create ga kirsak, mana C# script, mana eng tepada folder bor. Ko'ryapsizlar, bu yerda sizlarni qo'rqitmasin. Bu yerda juda ko'p narsalar bor. Juda ko'pi kerak ham bo'lmaydi hech qachon sizlarga o'yin yaratish davomida. Kerak bo'ladiganlarni yana keyingi darslarda ko'rib boraveramiz. Birinchi folder ochadigan bo'lsak, mana folderga xuddiki рабочий stoldanga o'xshab nom berishimiz mumkin. Mana nom berish esimizdan chiqib qolsa, new folder bo'yi qolaveradi. Nom berish uchun bosib, mana ozgina tursak ham yana nom berish ochiladi. Misol uchun aytaylik scripts deb yozadigan bo'lsak bunga. Buning ichida endi faqat skriptlar tursa, tartib bor bu yerda. Xo'p, konsol bo'limiga o'tadigan bo'lsak, konsolda mana biz boshqa dasturlash tillarida ham mana misol uchun oynaga aytaylik hello world chiqaramiz, to'g'rimi? Juda ko'p holatlarda konsol bilan chiqariladi. Misol JavaScriptni ham ko'rgan bo'lsanglar, konsol bilan chiqariladi. Bu yerda ham shu konsolga biz kerakli ma'lumotlarni chiqarishimiz mumkin yoki debuglar qilmoqchi bo'lsak chiqarishimiz mumkin. Eng asosiysi kodlarda xatolik bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shu konsolda bizga aytib turadi, nima xatolik bor, qayerda bor, hammasini. Animation bo'limi bu o'z nomi bilan animatsiya. Keyinchalik bu animationga ham to'xtalamiz.
Endi qaraydigan bo'lsak, tepada lighting bo'limi bor. Lighting mana yorug'lik, keyinchalik sozlash bularni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari occlusion, bularga keyin to'xtalamiz. Endi asosiysi mana scene, ya'ni sahna bu. Sahnada harakatlanishga to'xtaladigan bo'lsak, sichqonchani o'ng tarafini bosib, mana bosishlarga ko'z chiqadi. Qo'yib yuborsalar yo'qoladi. Bosib turib qo'yavermagan holda atrofga qaraysizlar. Bu joylarda turib atrofga qarash. O'yinda mana atrofga qaraymiz kamera bilan, xuddi shunaqa. Endi shu o'ng tarafda bosib qo'yavermagan holda WASD deb bossak, bemalol yurishimiz mumkin. Xuddi o'yindagiga o'xshab mana. Tepaga qaratsak, tepaga yuramiz. Pastga qaratsak, pastga yuramiz. Hozir tepa bilan pastni bilmayapmiz, chunki sahnada hech qanaqa narsa yo'q, undan xavotir olmanglar. Boshqaruvda o'rganyapmiz. Birinchisi mana shuni soddaroq qilish uchun sahnaga bitta narsa yaratib olamiz. Xuddi shu hierarkiyaga o'ng tarafda bossak, mana bizga kerakli narsalar chiqadi. 3 da obyekt bilan shug'ullanamiz biz. 2 da obyektdan bor mana. 3 da obyektga kirsak, mana kub. Mana yaratilgan kub. E'tibor beramiz. Mana endi atrofiga yurib borsak, mana haqiqatan ham tepaligicha, pastligicha qolyapti, to'g'rimi? Kub yaratildi. Endi qaranglar. Har bir yaratiladigan kub sizlar turgan joydan, sizlarni qarab turgan joylarda markaziga yaratib qo'yilaveradi. Ya'ni olamda 0 koordinatsiyasidan yaratilmaydi. Misol uchun mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, mana x ga -45, y ga 27, z ga 14. Bu olamdan vobshe uzoqdan. Olam markazi va ko'rayotgan bo'lsanglar mana kameralar. Buni olam markaziga qaytarish uchun juda bir usullardan bittasi mana shularga 0 qo'yib qo'yish, har biriga o'chirib tashab olamni markaziga qaytadi. Endi misol uchun obyektdan uzoqlashib ketadigan bo'lsanglar, endi uni topish qiyinlashib ketsa, o'zingizlar mana bunaqa bo'lib tepalarga qarab qo'ygan bo'lsanglar, obyektni tanlab turib, F da bitta bosadigan bo'lsanglar, shu obyektga sizlarni tezligini olib borib qo'yadi. Mana ko'rdinglarmi? Men mayaqda turibman, F da bitta bosaman, o'shaga olib borib qo'yadi. Mana kub olam markazida turibdi endi. Boshqa dasturlarda bo'lgani kabi, sizlar masalan Blenderda yo bir 3D Max'da ishlagan bo'lsanglar, bilasizlar, scale, rotation degan funksiyalar bor. Xuddi shu yerda ham mana bu scale ga javob beradi, bu rotation ga javob beradi, bu move ga. Bu orqali mana atrofga harakatlantirish mumkin, bu orqali aylantirish mumkin, bu orqali katta kichik qilish mumkin. Ushbu programmalar bilan deyarli bir xil. Bu scene view'dan. Endi game view degan narsa bor. Game view bu haqiqiy o'yin boshlanganda qayerdan qanaqa ko'rinishda boshlanishini bildiradi. Hozir kamera qayerda turgan bo'lsa, game view ga o'tganlarda xuddi ash joydan ko'rsatyapti. E'tibor bersalar, bu yerda biz boshqa joyda turibmiz. Chunki bu kamera emas, bu biz oddiy biz. Kamera mana bu yerda turibdi. Atrofga o'tib ko'ramiz, kamera burchaga qayerda ekan borib ko'ramiz. Mana ko'rdinglarmi? Xuddi shu joyda ekan. Shuni hisobiga mana bu tarafga o'tsak, shu yerdan boshlanyapti. Kamerani ham xuddi Androidga o'xshab mana harakatlantirishimiz mumkin, xohlagan joyimizga qo'yib olishimiz mumkin, aylantirib, moslab bemalol. Buni mana rotationlarini 0 ga teng qilib qo'yaman. Mana game view'da ko'rdinglar, endi mana yaxshi. Endi animator, bunga ham keyinroq to'xtalamiz. Bu yerda har xil personajlarning animatsiyasi, holatlar, lift animatsiyalari, bu har xil narsalar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi o'yinni boshlash bilan o'yinni tugatish bor. Mana o'yinga rабочий stoldan kirayotganinglarda mana misol uchun game.exe fayliga kirasizlar, to'g'rimi? Kirishinglarga o'yin boshlanadi. Uje Alt F4 qilib chiqib ketsanglar, o'yindan chiqib ketasizlar. Unity dvijogida ham xuddi shunaqa. Mana shu uchburchak belgini bosgan paytinglarda mana play deb yozib qo'ygan, o'yin ishga tushadi mana. Ozgina загрузка bo'ladi. Sizlar uje rабочий stoldan o'yinga kirdim deb tasavvur qilinglar. O'yinga kirildi. O'yinga kirildi, yana shuni qayta bosamiz, o'yindan chiqildi. Buni bilganinglarda xuddi boshqa dasturlarda yo video playerlarda bo'lgan kabi to'xtatib turish, pauza qilib o'yin holatlarini. Bu boshlash, bu tugatish. Endi qaranglar. Juda ko'p holatlarda bo'ladiki, shuni bosib qo'yganinglardan keyin, misol uchun sizlar kodlar yozgansizlar kelajakda skriptlar, har qanaqa harakat qilsanglar, mana bu yerda harakatlanaverasizlar. Ya'ni sizlarda tugma aytilganda ishlamaydi. Sababi game view ga o'tib qo'ymaganinglardagi bo'lib chiqadi. Shuning uchun keyinchalik e'tibor berib qo'yasizlar. Hozirdan play bosilgan paytda albatta game view ga o'tib qo'yganinglar yaxshi. Buni avtomatik qilib qo'yadigan bo'lsanglar ham imkoni bor. Misol uchun har qachon play bosilgan paytda men sahnada qolib ketgan bo'lsam, game ga olib o'tib qo'y degan joy bor mana. Play unfocused da turibdi. Hozir play unfocused da play deb bosgan paytinglarda sizlar scene da turasizlarmi, animatorda turasizlarmi, ahamiyati yo'q. Turgan joylarda qolaverasizlar. Endi game ga o'tib turib mana unfocused da maximize qiladigan bo'lsanglar,
playni bosgan paytinglarda butun ekranni katta qilib o'yin tarafga majbur olib o'tib qo'yadi. Qayta playni bosganlarda yana qaytarib turgan joylarga chiqarib qo'yadi. Play focus setda qolishini xohlaymiz, chunki shu oyna qanday bo'lsa xuddi shunday qoladi, katta e'tibormaydi-da. Mana scene'da turgan bo'lsanglar, bitta bosgan paytinglarda game'ga avtomatik olib o'tib qo'yadi. Mana ko'rdinglarmi? Game'ga olib o'tib qo'yadi. Qayta chiqqaninglarda yana qaytarib scene'ga olib o'tib qo'yadi. Birinchi darsligimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Dastur bilan tanishib oldik. Keyingi darslarimizda sekin-asta o'yin yaratishga doir har qadamda o'rganib ketaveramiz.